Assalomu alaykum Taqadash Elektrik kanal kuzatib boruvchilari. 2026-yil 10-iyul Taqadash mal bozoriga keldik. Sheleklar kelibdi mana. Sheleklar necha so'mdan deyapsiz? Assalomu alaykum. 10 so'mdan aytilyapti ekan mana. Savdosi bo'lsin. Har 5-3 kun kelasiz-ku. Mana samallar nedan bo'ldi? 15 dan deydi. Biz qadiragan qiraqda. Mana qadiragan. Necha so'm deyapsiz bu? Eng bu kelishib beradi adam 20 dan deydi. Dastlabki qilban beradi. Telefon nomer 91 dan 386 64 65 Taqadash Xo'jayli dastlabki qilib beradi. Qamish nedan deyapsan? 3000 dan. 20 dan ha? Bo'pti. Mana nedan mana qovush? Senki? Necha so'm aytchi? Yala bilmay, urliq zat 3000 dan. Telefon nomerini ayt. Assalomu alaykum. Mana senikimi? Say qachon o'ting? Qachon o'ting? Kutib yurmay. O'zim beraman. Bo'ldi. Mana nedan sotilyapti? Necha so'mdan olyapti? Shuni. Bugün o't, çöp, dım ko'p bozorda. Ovush ham ko'p. Biday zaman bor ekan. Bir so'ng bahasini tushiring. Kelimchilikleri bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Necha tushirik ko'proq. Mal qo'y, eshki ulardan biri. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilib, like bosmaganlar like bosib qo'yinglar. 10 mingga yetib qo'yaylik. Neden satyapsan? Neden? Fırat neden avatsan? Boyan neden diyorsun bunu? Kimdiki? 100 so'mdan diyorsun Fırat? Şu yarım mingdan deydi. Anak neden ketib ekan? Lan neden satyapsan Fırat? Neden bu atır? Dastlabki var mı zakaz etsek? 10 mingdan deydi. Bu niye böyle? Kecha bizim qo'ng'ish 9 mingdan dastlabkisini aldırdık ondaydı. Qarimiz qovunam bugün tim ko'p. Qilagan neden bo'ldi bu? 2 ming. 2 ming so'mdan. Al şu bakası. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Şipler neden mi vardır bu metre? Her qaysi qanchadan? 5 ming 3 mingdan boshladi o'zaro. Her 5-3 kun suyurga keladi ajag'amiz. Xo'jayli Nukus rayon bayonda boradi. So'ralyapti. Assalomu. Necha bo'ladi? 12,5. Yaxshi so'rayapti bu. Nechta qalasam bor? Bana aldingmi? Ha? Artay aldım. Qayerda qalding? Bir chaqdimi? Qaysi? Hozir aytsam, bir adam bor deb. Turdi, so'ji. Bu vaqt turdi. Qachon ketding endi? Necha deyapti buni?
Savdanın beş. Necha deyapsiz buni yoshi? Assalomu. Aka o'zimiz ekansiz. Bozma. Boz. Necha aytyapsiz? Prezident ekan ko'stiymiz. Aha. 30 so'm ayting. So'rayapti akam? 23 ga deydi. Savdosi bo'lsin. Yunus aka aldingmi buni? Kim aldi? Nechaga chiqdi? 21 millionga chiqdi deydi savdosi. Assalomu alaykum. Day, assalomu alaykum. Qalaysiz? Ay bugun ertaroq boshlayyin dedim. Baratni yer bo'lgandan. Kimniki? Bilmadim. Sovun kimda buni yoq? Necha aytyapsan, og'ay? 22. Hay, rizo. Ates yaxshimi? Nechanchi tug'ani bu? 3. Qachar boshqa? Jilni yaxshi ekan. Qaqras. Nechaga chiqdi? Telefon nomerini aytsa, kecha bir sovun so'rab etdi. Qovlama 95 dan 642 25-26 deydi. Savdosi bo'lsin. Xabarlasa beradi. Sovun kerak bo'lsa top. Bu yoq alindimi? Satildimi, day, aldimi? Nechaga chiqdi bu? 19 yarim. Nechanchi bo'lasiz? Qanaqa ekan qo'y? Endi tamay qancha? Birimiz kelsin. 20 dan yuqori qo'y, 20 o'zime. 20 dan shamol o'tsa beradi. 20 dan shamol o'tsa beradi. 20 qada beradi sal kelishsangiz. Necha? Necha bo'ldi? Necha so'm dedi? Bilmayman. Atestik. Burak neshiga berding necha? 11200. Mana sovun kimniki bilmaysizmi? Mana sovun kimniki, og'ay? 11300 deydi. Teres. Mal o'lchaydigan odam o'zi yo'q, qayerda bu? Terezi. Bilaman ku. Şurasına Ava. Telefon nomeri 99 dan 157 1970. Ikinci nomeri 91 dan 394 1001. Zvont etaversa uyga borib o'lchab ketadi. Qisat satdingmi? Satdingmi? Yo'q. Nechaga chiqdi? Bag'ana so'rab edim. 17 ga. Endi tamangiz qancha? Tamam var hozir. Al kanalimiz kuzatib boruvchilar kommentariya yozinglar. Ne tushirik? Sovunba ko'proq, qisirma, ya'ni kiyma. Tamay endi bir 20 dan qaytasan qo'y, 20 ni o'zi bo'lib. Yo'q, qaytam. 20 dan qaytaman dedi, savdosi bo'lsin. Mana yeguning nechta aytyapsiz? Qacharmi? Qachon tanaka. Mana tanakang nechaga chiqdi? 11 ga chiqib tur, mana 10.5 ga chiqib tur. 11 ga chiqib turdi. Yaxshi so'rab, mana 10.5 ga. Ha, qachar 10.5. Bo'ladi, yaxshi so'rab, savdosi bo'lsin. Mana bilqildaq zat kelibdi-ku. Assalomu alaykum. Ko'zga chaqatni bilqildaq akibsiz-ku. Shukr Alloh. Necha deyapsiz buni? 18. Bozor necha so'rayapti buni? 14. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay, yaxshimisan? Necha deydi? 14. 4 ga so'rayapman, adash bermayapti. Bering. Kelishsa. Beradi-ku, kelishib beradi adam. Qalay deysiz oqda? Mana yeku tanikaymi apa? Neden deyapsiz bularni? 25 ta turma yeku. Neden so'rayapti buni? Chiqqan ishi? Aniqlab so'ragan yo'q. 20 dedimi, odan o'tdimi? Yo'q, chiqqan yo'q. 20 ga chiqqan yo'q deydi. 25 aytayotgan deydi. Qasharma? Aqayın qalay o'zimiz ekansan bu. Necha aytayotsan buni? 15 aytaman. To'qaloqqa. 15 aytayotgan deydi. Bozor necha berdi? Taqatashma bu? Qayeri? Sho'ra oldi. Telefon nomeringni aytsa, zvont etib so'raydilar, chiqib qoladi xudo qalasa. Diqqatlari bor-da, kela olmay yurgandan ham. 90 dan 576 38 telefon nomeri zvont etib xabarlasa bilasizlar. Ha. Assalomu alaykum.
Qanchadan deyaptir bunda eko? Neden deyapsiz? Malning bahasini bilib ketik. Ana 200 mi? 8 milyon 200 ga so'rayapti mana. 200 ga berdi qo'y. Shuasa keldi. 8 200 mi? Qo'yday zot, qo'yday. Amasmi? 12 so'm deyapti. Qarab qo'ygan bor. O'zim men aytdim onu sarı. Necha bo'ldi? 10 milyon. Bunani oldimi, qaysini? Yo'q, aniqda. 200 ga. Buni nechaga chiqdi day? 10. Qamalab turibdi. Kimdir bir moshini quyib kelgan bu bozorga. Malning isi bilinmay qoldi qarshingizga kelib. Siz quyidingiz. Men emas, men o ayalam. Ya erkaklardan ham quyib bor-ku. 10 milyon. Bersa bir ber apa alsın, ixlos etgan ekan bir. Ha. Apa bir Потом o'zim yemlayman dedim. Yemlab qo'yganmi? 84 laq berdi. Qo'y 100 so'mga qaytdi. Ma. 100 so'm qo'saman. Hava 83 qil. Ber. 100 so'm Xudoy yetiradi. Bez uchun yaxshi deyman. Bayla energiya bo'ldi. 83 ga chiqdi. 8 200. Aniqlardan tushirib oldi. Savdan tushirib keting. Qaynatangiz? Bera qo'y desa adam erkanmi? Nega chiqdi? Bir telefon bormi? Bir zvont etib beringsa, menikini ol. Zvont etsam bo'lmaydi, video ketib qoladi deb o'sh. Terjib bo'lsa birat. Qayta chiqib tur. On ikkiga chiqdi deysizmi? Buni ana bizning dayininki emasmi? Nexia yitin. Shuning malına o'xshashib ketdi u. Ha dayı. Kayak mı edi? Sizin kayağınızda turadi. Ya çelekçiga berib ketibsiz, çelek satatıga. Çelek satatıga berib ket. 11,5 beriladi. Yaxshi, Kim degan? Yaxshi xizmat etim. 17 bo'ldi, 17. Voy, assalomu alaykum. Ahvollar qurg'inmi day? Ishlar bo'lyapti. Qancha mat chiqdi? Hali chiqqanda ot yo'q. Necha aytyapsiz? 17. 17 deydi. Bo'ladi. Nechaga so'rayapti? 92 deydi. 92 deydi. Bugün mal ko'p bu. Mana tanega nega chiqdi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 13,800 ga chiqdi. Qayerdiki bu? Tamsa. Bizga alqo'zi. Telefon nomer aytasizmi? 13,800. Alpsan-ku, 10 bo'ldi. Necha bo'ldi? 3,5 bo'ldi. Endi satasan xudo qalasa. 1-2 so'm bersa sotamiz. 13 ham qalik. Bo'ladi, yaxshi yapsan. Ag'ayin qalay? Nechaga chiqdi bu? 15 ga chiqdi deydi. Chiqqanimi? So'rab turibdi. Yaxshi so'radi. Qayerdiki mal? Naymanmi? 15 ga zo'rayapti-ku. Mana ikki tanaka necha deyapsan? Tanakaymi ikkinchisi? Alaykum. Biri qachar, biri tan. Qacharing necha so'm deyapsan? Nodi 12, nodi 15. Qacharing bo'yi uzunsa degan yaxshi. 12 qacharga bunaqa 15. Nechaga chiqdi endi? 20,5 so'radi. Shunda nedan bo'ldi 20,5 bo'ldi. Mana 12 ning o'zi ana 8 bo'ladimi? Tamay endi ko'proqmi? Qayerdiki mal? Nayman bu. Telefon nomerni ayt. Yo'q, telefon nomeri emas. Ertamas o'tib ketar deysan xudo qalasa. O'tkay. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Chigirmadan o'tib so'rayapti deydi. Assalomu alaykum. O'ta.
Qaysi qaçar? Buna yekuv qaçarma? Bular neden dep atsan? 15 tam aytay. Nega chiqdi mana bundan? Baliqday zating men o'rtada. Ortada 13 şamana. 13 ga. Mana uni 12 şamana. bu taneki ne? Bu taneki emas ba? Atırım böyle. Oradan. Ulan nechega chiqdi? Bir ming aytib bersa. Suravatır batır. So'rab atır. Nechega ekan? Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Bugun mal ko'p. Bo'g'azma, qisirma. Kısır kısır. Necha deyapsiz buna? 20 yaşa. Alhamdulillah. Ay rahmat. 25 aytayotgan. Nechaga chiqdi? Yeni sonra vatan adamı. Yo'q, bir 16-17 bo'lgan chiqadi. Day, so'radi o'zra. Ya yana geldim olsun. Qayerdiki ma? Tanıştı. Taqa-tash deydi. So'yuq oladi, qassoblarlar. Telefon nomeringizni ayting. Ya bu kasap. Zvon etib so'raydilar, chiqib qoladi, bag'aman deydi bir. Ya. Yaxshi. No satildimi? Asal. Nechaga chiqdi day? 33 ga deydi. Xo'p. Telefon nomeringni aytib qo'ysa day, o'tganda izladim 90dan 658 43 21 degan nomer xabarlasha berasizlar. Nechaga deydi? 33 ga berilmadimi? Arqin 35 ga beriladi. Arqiniga. Mana tanaki tangda yerda keladi. Nechaga chiqdi ates? Ha? 21 ga deydi. Yaxshi so'rabdi, biroq bo'ladi. Buni necha debdi bunani? 15 değil mi? 13 geçe. 13 ga chiqdi. Mana tanaki endi. Rossiyskiga o'xshaydigan u. Va alaykum assalom. Qayerdikmi? Ayman. Ha, bugun Naymandan ko'p mal kelibdi ko'z tegmasin. Abayla, o'zingga urush bermasin. Necha aytaysan? Nechaga chiqdi? 16 ga deydi. Ya endi Sağ olasın. Ya car kalganı da o. Kaladı mı? Arslan Bey'e assalomu alaykum. Necha deyapsiz? 15 saat olmuş. Bazar necha berib atar? Bazar 13 deb turibdi. 13 13 dan 200 o'tib. dan 200 o'tib atar deydi. Bo'ladi. Mana o'sha 25 aytib edik. Nechaga chiqdi deding lan? 16 ga chiqdi deydi. Zo'r bo'lgan biroq beli o'zing ko'na. Nechaga chiqdi deydi? 16. 16. Puldu ver. Ne işin var? Çağır vereyim mi kardeşim? Hanıma verebilir. Dayı gapni o'ltirasiz. Assalomu alaykum. Puldu yok beredi. Ay pulga kim to'ygan bu zamanda? Ya verib o'tiribman. Verin. Hanıma sen. Ulan nechaga chiqdi bilmaysizlarmi? Mana qanchadan brat siznikimi? Qaysi? Mana nechaga chiqdi ekan? Bilmedim bu yersin. Mana necha deyapsiz? 18 aytmadim ben bırak. Nechaga chiqdi? 15 dedim. Hamı 15 deydi. Naymantiki bu. Kimse? Hamzami? Telefon nomerni ayt. Zvon etib so'rab qolar. Sadık Bedir Hoca. Satilg'ay qudayim, shunda da aytib qo'ya bir. Bular uydan ko'rib o'tganlar ham. Yazıp koyayım. Hava ayting. 99 969 99 969 74 30. 74 30 zvon etib berasizlar. Savdosi bo'lsin. Bugun mal ko'p, savdo jo'g'an qancha? Ya so'ra sotma aytamın. So'ra biroq. Men kelsib beradi, men ham bir qo'yin oldim so'yishga bir marta. Kelsib beradi adam. Necha deyapsan? Qaysin? Yeşke. Güzel miydi? Sirkemi?
O 2,5 degan bilan 2,5 qalmaysan ku, kelib beradi. Aytib o'sunda. Hozir 1,5 desa 700 bering deysen, so'ng uchun 2,5 deb aytadi bu ham. Qo'y ne? Qo'yga 4 aytyapsan. 4 aytyapman deydi. So'ray ber. Qo'yding qo'shqari yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum qalay. Shukr Alloh, qalaysiz? Nechaga chiqdi mana bu? 29.50. Ana balami? Kaçını tuttu? 2 milyon 950 deysizmi? Buna ne? Buna adil mi? Ha. Ha, pasarı tuttu bunu. Bilmiyorum, nechega sarılır yapar? 2 milyon mu? Hani. Gördün mü? 2 milyonga apa ber, biroq. Bera bir. Yo'q, endi aytayotgan-ku. Xo'jalikka borsang, uyib tashlaydi mashinada degan qo'yboy, qo'ziga. Apa satdingmi? Bo'ladi. Ag'ay, qaysi qo'chqar? Buna koşkar. Nishiga chiqdi qo'chqaring? Gel gel. Çıkan değil yok. Şarma etip. So'ramadimi? Anavni tag'i ishga. Nishiga? Bo'ladi, ber. Bingizat ekan. Mana apaniki chiqdi. 1 milyon 200 ming. Batır qalay, Batır, necha deyapsan? O amallashik. Endi biznesmen ekansiz bildik. Qalay o? Necha deyapsan? Nechaga chiqdi? 4 ga. Bo'ladi. Qani o'tib keting-da biroq. Ana bala necha deyapsan? Nacharmi? Nechaga chiqdi? 50 taqa tashdingmi? Vah, oyoqni bosdim bu. Buni yoqmi, buni yoq? 2 so'm deydi. Kanalimizga kuzatib boruvchilar kommentariya yozinglar. Qanday zot tushirik? Qo'zli qo'yma, taqpa. Qo'chqari qaldi qara zakonni. Necha deyapti shu zakonli qo'chqar? 2,5. 2,5 aytilyapti. Nechaga chiqdi? Klasiy qo'zlarni shirkat. Haz. Chiqqan 24 ga beraman. Sen qaysi? Qaysi qo'chqar? Aha, nedan deyapsan har qaysi? Ana irlar. 3,5 sonra sarını ana yer. 3,5 so'rab. No, malishdini? Sotib oldim. Kichkina o'rtada. 3,5 aytadi. So'rayotgan Ana 3,5 so'rab o'tir. Bo'ladi. Telefon nomer qo'yingmi? shu yerda bo'lamiz. Bo'ldi. Xo'jaligada borasan-ku. Qo'zli qo'y necha deyapsiz? 6 so'm. Qo'chqarmi? Urg'achi. Nechaga so'radi buni? 2,5 bo'lsa 5,5 ga deydi. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Bugun ko'p ekan-a? 100 beraman deyman. Yo'q. 5 aytdim. Malga o'xshab bugun qo'y ham ko'pda. Ko'p bo'lsa baqiga aytib ketaveradi, shunisi bor. Necha qilding? 2 milyon bo'lsa beraman. Bo'ldi. Aniq neden ne kani? Aniq neden deyapti? 3 aytılma aşağı. Satılığı ne bu? Ya siz umuman tusyapatgan qo'y. Satılığı ne şey var? Bak halkqa tek. Ya 3 tugun neden ketyapti? 1,5 ba, 2 mi? Ha? Keter Xudoy qalasa, yaxshi niyat qilay ber. Necha bo'lsa berasan endi 3 tugun. So'raganni ber. So'raganni. Ja, onda 3'ünü vereyim de 5 milyon. Tarz ettim. Шығар desен ақшаны шығарайын. Ana atang var edi bu. Ya o atam emes o. No alındı mı? Qaysı ana bala? Qozlu qo'ying. Ana bala çok satıp ketdi. Ana yemin deb atır onda. Ya o. Qana qozlar ne deb atsan? Sarı qozlar 2,5. Aha. Na 2 3. Na 2,5. Ha. Qayerdiki bu? Xo'jaylimi, Dag'adashmi? Lüksürüyor. Nöksürayni. Telefon nomeri qo'yayinmi? 26. 90'dan mı, 20'dan mı? Sigmadan. 20'lik kodu 002 002 87 07. 87 07. Bo'ladi. Savdosi bo'lsin. Assalomu alaykum. Kelishib ber. Shu akam alsin biroq. Necha deding akam? 3,5 dan aytdim. Ayt, bizga ayt. O'zim olib berishing. Bizim bratqo bu.
So'rasa aka. Hov, so'ra. Qalaysiz aka? Nomeringizni aytib qo'ying. Nomeringiz. Hozir bu yoqqa deyapmiz. Yo'q, siz o'zingiz boshdan 91 dan. 387 80 88 mi? Nima ne aytyapsiz? Qaysi seniki og'ayni? Kel, batir. Ne? Bari biz o'tib. Qaysi? Qo'shqar qaysi? Qo'shqar, meni qo'shqar. Aha. İşte vaqtida sar, Yedilbay Hozir qo'shqar bor, Yedilbay. olmaydi, ma'ga ham juqsu suyt ko'p etib oldim. Olmaydi. Ayt. Neden deb? Ayt, bahasini ayt. To'rtjonmaydan aja. Chiqqanini ayt sen. Qaysi? Marsini so'rayapti aja. Qo'l 33 dan so'rayapti, 35 dan so'rayapti. Qo'shqarni? Qo'shqar. Ishiga 35 ga so'radi uni. 35 deydi. Chiqqani. Bo'ladi ekan. Qo'zli qo'y yo'q-ku? Qo'zli qo'y yo'q aja. Bo'ldi. Ne ham seniki qo'y ber. Atqashiga meniki. Bo'ladi. Uloqni? Qalay, amansingmi? Barsingmi? Shukr. Assalomu alaykum. Ilhamaga degan taqadashning avtoriteti bu. Eng kelib beradigan odam o'sha odam bozorda. Arzon beradi, bozorda. O haqiqat. Reklama emas, o haqiqat biroq. Qaysi qanchadan? Anon saptı. 2,5 nasara. 2,5. Qo'shqar-ku. Qo'shqar ava. Mana ne? Buna 1 million 650 bo'lsa beraman. Buna 7,5 bo'lsa beraman. Bunani 22, bunani 21. 20. Telefon nomer? Telefon nomer 91lik 91lik 394 394 187. 4187 xabarlasa berasiz. Eshik qo'y kerak bo'lsa so'yiz qil, liboy bir yemek topib beradi. Bozordan arzon beraman. Bozordan arzon beradi deydi. Kelish. Assalomu alaykum akam. Assalomu alaykum. Mana yoqimdiki? Qaratek so'ylatin bo'lib turibdi, tayin bo'lib. Tayin bo'ldi. Ava. O'zini tushirib tursin tayin bo'ldi. Ag'an adam so'ya berendik. Ava. Ya baqiyammi buni? So'yasiz qo'ysin. Ha, aytdim o'zi. Kelishib beradi adam. Buna uloq ne deyapsiz buni? 1 so'm aytibman. 1 so'm. Buna ular ne buna? Buna 100 so'm aytyapsan, bahasini so'rayapti. 1,5 million qaytamiz. 1,5 million aytdi. 736 10 40. 90 736 10 40 o'y variant bor. Cheki sotildimi mana? 11 ga berib berman dastan. 12 da alaqmaydi bu. Barmaydi alaq. Sal asqib qo'yganda. Nechaga chiqdi? 2 ga chiqdi. Bo'ladi. Alhamdulillah. Al kanalimizga yetib o'sha bilan videoni shunaqlab qolamiz. Alo, nechaga olibsan, dayı? Necha bo'ldi? Olindimi? Nechadan qaytdi? 1 million 900. Taka qo'y balasi, ha? Balasi taka qo'y. Bundan keyin kanalimizga kuzatib boruvchilar sotilатын Matiz mashinasi bo'lsa, shukr Alloh, bunday sotilатын Matiz mashina bo'lsa aytasizlar. Aluvchi bor. 2010-yildan yuqori bo'lsin deydi, inshaalloh toza bo'lsin deydi. Telefon nomer 90 dan 571 1001 90 dan 571 1001 degan telefon nomeriga zvondab berasizlar. Matiz mashin bor desangizdir. Ati Batir. Zvondab sotiladigan mashin bo'lsa aytasizlar, sizlardan iltimos. Kanalimizga yetib borishlar, kommentariya yozib, kamchiliklar bo'lsa kommentariya yozib qolinglar. Bugun usul bilan taqadash bozorni jumaqlab qolamiz.